Alloh taolo yerni avval boshda qanday yaratgan bo'lsa, o'sha kunda birgina kalimasi ila uni yakson qiladi. Yana bir bor sur chalinadi. Ovozi dahshatli bo'lgan sur. Uni farishta Isrofil alayhissalom puflaydi. Surning dahshatli ovozidan insonlar aqli gangib qoladi. Odamlarni mast holda ko'rarsan, holbuki ular mast emas. Hamma yoqda vayronagarchilik, sarosima, qo'rquv, vahima. O'sha kunda Alloh yerni yakson qilganidan so'ng uni boshqa yerga, osmonlarni ham boshqasiga almashtiradi va u osmonlarga bulutlarni yuboradi. Yangi bulutlarni, o'z tarkibida urug'lari bor bulutlarni. So'ngra Alloh osmondan suv tushiradi va ular xuddi o'simliklar unganidek unadilar dedilar. Ya'ni har bir inson, har birimiz yerdan xuddi yomg'irdan so'ng qo'ziqorlar chiqqanidek qabrlarimizdan chiqib kelamiz. Har bir a'zoyimiz bus-butun tiklangan holda, hatto deydi Robbimiz, barmoq uchlarini ham asl holiga keltiramiz. Faqatgina yagona farq, u kunda hech kim bir og'iz ham gapira olmaydi. Hamma odamlar hashr qilinadi, to'planadilar. Katta mahshar maydonida saf tortadilar barcha insonlar.